Bugun ko'nglimda o'zgacha hissiyot. Qalban iliqlik, sovuqlik va qisman og'riqni his qilmoqdaman. Bugun ko'zlarimda biroz namlik, mahzunlik va yetarlicha o'ychanlik bor. Bugun dunyolarimda o'zgachalik, boshqachalik va qismlarga bo'lingan tushkunlik bor. Bugun hammasi boshqacha. Bugun hammasi daryolardan katta, ummonlarga teng va okeanlardan kichik. Bugun boshqacha. Har narsa va hammasi boshqacha. O'tmishimdan bir nidoni chiqarib yubora olmadim. Hali ham nimalarnidir esga soladi. Eski dalalar, eski ko'chalar va eskilik domida qolib ketgan eski insonlar. Eskiliklar va eski xotiralar. Men nima ham derdim axir? Nimaga ham ko'na olardim? Nima ham deyishim mumkin bu eskiliklarning oldida? Eskilik. Yo'q, men ajablanmadim yoki aljiramadim. Men ortiqcha o'ylamadim va mahzun ham emasman. Men shunchaki shu yerdaman, aynan va hozir. Sababi mening hayotim davom etmoqda. Davom etmoqda yangiliklar bilan, yangi insonlar bilan va butun umrimdagi insonlarim bilan. Hozir ayni damda nimalarni gapirayotganimni bilmayman. Bilishni ham istamayman, chunki anchadan beri yozmagandim. Balki qalamim og'irlik qilgandir yoki ko'nglimda eskilik uchun joy saqlamagandim. Bu hayot va bu mening undagi yana bir ochilmagan, davom etayotgan, hali sarguzashtlari butun umrim bo'yi davom etadigan jarayon. Butun umr men bilan yashaydigan taqdir. Oldinlari senga aytmasam kimga aytaman deya oladigan insonlarim bo'lishni xohlardim. Hozir esa menga aytmasang kimga aytasan deydigan insonlarim bor. Qarashlar o'zgargan, mas'uliyat ortgan va ulg'ayishni boshlaganimni his qilmoqdaman. Dunyoni g'aflat deb iddao qilib yashadim. Hozir esa g'aflat dunyoda sakinatdan qo'rg'on qurishni reja qilyapman. Oldin har qanday go'zal iqtiboslar xushnud eta olardi. Hozir esa shunchaki o'qishga ham erinadi odam. Hayotimda ko'p narsa o'zgarmadi, lekin ko'pgina yaxshi tushunchalar shakllandi. Yaxshi inson bo'lish uchun o'zimni qayta qo'ydim. Mahzunlik domida yillarimni yo'qotdim. Hozir esa shunchaki eshitish bilan barcha muammolarning ildiziga yetish mumkinligini fahmladim. Qo'llarimga qalam olishim bilan yozishni boshlardim. Nima yozishimning ahamiyati bo'lmasdi va natijada ko'nglimdagi gaplardan barpo bo'lgan asarcha yaralardi. Hozir esa qalamim qo'limda, ammo bir yozishdan avval chandon o'ylab, keyin yozmoqdaman. Gaplar ko'ngildan chiqishi go'zal, ammo tafakkursiz yozilgan gaplar og'riqdan o'zga narsa emas. Ko'ngilga aql aralashsa, tinglovchiga ham manfaat yetib boradi. Aql bilan eshitsa ozuqa, ko'ngil bilan eshitsa taskin oladi. Hozir esa ko'ngil va aql aralashgan, balki birinchi outlookni tingladingiz. O'ylaymanki, ko'nglingizga taskin va o'ylovlaringizga yaxshi ozuqa bo'la oldi. Outlook. G'aflatdan qochib